Aleyküm do'stlar, sizlar bilan men Kachok FIFA Kachok Grizim qanaqa qilib Robloxda men sizlarga avatar qanaqa qilib skin besplatno olishni ko'rsataman. Mana ko'rayotgandek mana shunga kiramiz. Avatarga kiramiz va yozishga kiramiz. Yozamiz free chiqdi. Mana shunaqa free besplatno skinlarni olishingiz mumkin. Qani birinchisini ko'rsatib beraman, sizlar qilasizlar. Mana xohlagan skiningizni olishingiz mumkin. Mana oxirida borasizlar bu. Free mana shunaqalarni kirasizlar. Ularni o'ynash kerak deydi. Ularni qilmay o'ynaysizlar. Agar kerak bo'lsa xohlaganingizcha qilsangiz mumkin. Ko'rgandek yana boshqalari ham bor. Mana free hammasi free. Bepul. Mana shunaqa znakchalar bu pul bilan ko'rsatib berdim. Endi hamma qila oladi deb umid qilaman. Robloxda Kachok Grizim sizlar bilan. Men endi skinim bor, o'zim tayyorlaganman. 2 ta skinim yomon emas u. Bo'ladi. Sizlar bilan men Kachok Grizim va boshladik. Qaniylar bugun qanaqa qilib yozishni ham ko'rsataman. Mana shunga kiramiz. Va bu yerda surat alishdik. Birinchisi suratimiz turganda mana shunda suratni chizamiz. Bunga kiramiz. Kachok Grizim to'g'ri. Bu do'stlar. 2 ta akkauntim bor. Kachok Grizim, Kachok Grizim. Mana. Hammasini free'dan olyapman. Va videomiz tugadi.